Abdulla Avloniy nomidagi Pedagogik mahorat milliy institutida o'qituvchilik qilaman. Mani ko'pchilik ikki qo'l va ikki oyoqda chizgan ijodlarim orqali tanishadi va yaqinda Angliya shahrida ham bo'lib qaytdim. Ikki qo'l va ikki oyoqda yurtdoshimizning portretini chizdim. Ustozlarga bilim bera olish va ular bilan tajriba almashish imkoniyati tug'ilganda STEAM darslarini yana ham qiziqroq tashkil qilish borasida o'z bilimlarimni ustozlar bilan baham ko'rmoqdaman. Metodikalarni o'rgatadigan inson yetishmayotganini his qildim. Bolalarning kreativligini, tasavvurini kengaytirish, ijod qilayotganda erkin ijod qila olish, o'zlariga ishonishsin, qilayotgan ishlarini oxirigacha qilsin, eng zo'r mutaxassis bo'lishga harakat qilsin va albatta yaxshi bo'ladi. Abdulla Avloniy nomidagi Pedagogik mahorat milliy institutida o'qituvchilik qilaman. Mani ko'pchilik ikki qo'l va ikki oyoqda chizgan ijodlarim orqali tanishadi va shu ijodim orqali ko'pchilik e'tirofiga tushganman. Shu bilan birgalikda mana yaqinda Angliyaning Manchester City klubining O'zbekistondagi rasmiy ikkinchi hamkoriga aylandim va yaqinda Angliya shahrida ham bo'lib qaytdim va u yerda Manchester City shahrida Etihad stadionining yonida Abduqodir Husanov yurtdoshimizni qo'llab-quvvatlash maqsadida portret ikki qo'l va ikki oyoqda yurtdoshimizning portretini chizdim va u yerdagi angliyalik muxlislarni fikrlarini, emotsiyalarini ko'rib ilhomlanganimdan va o'sha joyning o'zida angliyalik muxlislar bilan birgalikda ularning barmoq izlaridan yurtdoshimiz Abduqodir Husanov va Manchester City'ning eng tarixiy futbolchilaridan biri Kevin De Bruynening portretini chizdik va bu jarayon juda ham qiziqarli bo'ldi. O'zida yoshligimdan maqsad qilgandim, tasviriy san'at bo'yicha ijod qilib, insonlarning tasviriy san'atga bo'lgan mehrini oshiraman va buni O'zbekiston emas, butun dunyo darajasiga olib chiqaman deb va o'zimni ortimdan yoshlarni ergashtiraman degan niyatim bor edi, lekin imkoniyati yo'q edi butun O'zbekistondagi yoshlarga bilim berishni. Va menga taklif bilan chiqishganda juda xursand bo'ldim. Taklif shunaqa bo'lgandiki, Abdulla Avloniy nomidagi Pedagogik mahorat milliy institutidan o'qituvchilik qilish taklifi. Va shunda xursand bo'ldim. Ko'pchilikka o'quvchilarga dars beradigan ustozlarga bilim bera olish va ular bilan tajriba almashish imkoniyati tug'ilgandan va buni taklifni albatta jonim bilan qabul qilganman va hozirda shu yerda tasviriy san'at o'qituvchilariga dars berib ularni kreativligini oshirish, o'quvchilarga yangi bilim berish, yangi metodlarni o'rgatish va undan tashqari sun'iy intellekt bilan chambarchas ishlash, STEAM darslarini yana ham qiziqroq tashkil qilish borasida ular bilan birgalikda ishlamoqdamiz va dars berib kelmoqdaman. O'z bilimlarimni ustozlar bilan baham ko'rmoqdaman. Hozirda yoshlarni aynan bu sohaga aynan nimaga kerakligini tushuntirish va bu sohada yana ham qiziqtirish uchun kreativroq, qiziqarliroq texnikalarni, metodikalarni o'rgatadigan inson yetishmayotganini his qildim va ular bilan birgalikda hozir ham nazariy tomonlama o'quvchilarning savollariga, ota-onalarning savoliga, aynan tasviriy san'at nimaga kerak deydigan insonlar savoliga javoblarni bermoqdaman va ular bilan birgalikda ishlamoqdaman. Undan tashqari amaliy, ya'ni metodikalar qo'llash, bolalarning kreativligini, tasavvurini kengaytirish va yana o'zi ijod qilayotganda erkin ijod qila olish qobiliyatlarini rivojlantirish uchun o'zimni bor bilimlarimni baham ko'rib kelmoqdaman. Men shunaqa narsalarni o'rgatmoqdamanki, ustozlarga aynan tasviriy san'at degani bu faqat mo'y qalam va qog'oz bilan ishlash emas yoki qalam qog'oz bilan ishlash emas. Hali aytib o'tganimdek, biz atrof muhitda foydalanadigan har bitta narsamizni san'at darajasiga olib chiqish, yangilik yaratish, yangilik qo'sha olish imkoniyatlaridan foydalanib o'rgatmoqdaman. Ya'ni aynan mo'y qalam bilan emas, xoh bo'lsin qog'oz bo'lsin, xoh tuz bo'lsin, xoh kofe bo'lsin, o'sha narsalardan foydalanib o'quvchilarni o'zlarini fikrlarini ifodalay olish qobiliyatlarini va metodlarini o'rgatib kelmoqdaman. Yoshlarga aytgan bo'lardimki, agar ularda hozir qiyinchilik bo'ladigan bo'lsa, qiyinchiliklar sabab o'zlarining orzu maqsadlaridan kechishmasin. Agar o'zlarining orzulari, maqsadlari bo'lsa, ularni asrab-avaylashsin, o'zlariga ishonishsin, qilayotgan ishlarini oxirigacha qilsin va qaysi kasbda bo'lishidan qat'iy nazar o'z kasblariga mehr bilan yondashib, kasblarini eng zo'r mutaxassis bo'lishga harakat qilsin va albatta yaxshi bo'ladi.